Yana navbatdagi motoros avtomobilini tent bilan qoplaymiz. Uni egalari o'zlari yana yasab berishibdi mana. Tunukalardan chiroqli qilib qoplashib o'zlari yasashibdi. Buni endi ustini iloji boricha sifatliroq qilishga harakat qilib, tekisroq qilishga harakat qilamiz. O'z ko'rib turibsizlar holatda. Mana eshiklari. Nasos qo'yamiz. Bunaqa darvozani qulf bilan mosladik. Yo'q taraf mana. Bilgan bilaman. Qanaqaligi. Eshit qanaqa qiyinligini bilgan bilan. Короче. Video ishlaylar inshaalloh bitganda go'zal holatda qilib video joylaymiz. Ha, shu holatdagi mashina. One day later. Assalomu alaykum. Mana o'sha tunikadan qilingan kiyamiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Qo'llangancha tekis qilishga harakat qildik. Mana aslarni qatiradigan holatda qilindi. Tenda mana taygacha bo'lgan. Gaz oshchasi bilan tarangligiga e'tibor berasizlar mana tekisligiga, xudo xolasa. Endi ozgina tirishlar hammasida ham bo'lib turadi. Mana. Qaysi holatda edi, qaysi holatga keldi mana. Ko'rasizlar. O'shatgan qulfimiz mana. Ochiladi. Eshiklari mana shu holatda to'kirlar qilgan samadiyani qulfdan sunib jaqganmiz. Sakkadan ochiladi. Juda qulay. Mana tunikalar ustiga pachakalar qo'yib olamiz. Shu tunika yetmasligi uchun tentda. Mana. Уже закрыт. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa nomerlarimiz o'sha nomer. Mana.